Shun bola yokida Abdullajon? Abdullajon. Abdullajon. Abdullajon yokida kichkina tabib? Wow. Kelasi ham Zulfoga olgan, kelasini ham. Da. Abdullajonmi yoki kichkina tabib bo'lgan. Menga kichkina tabib juda ham yoqqan. Ko'rgan vaqtim. Davayt kichkina tabib bo'lsa. Kichkina tabib. Hop. Kichkina tabib yokida osmondagi bolalar? Osmondagi bolalar bir ikkisi topli ekan, osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Hop. Osmondagi bolalar yokida suyunchi? Osmondagi bolalar. Hop. Osmondagi bolalar yokida tangalik bolalar? Osmondagi bolalar. Hop. Osmondagi bolalar yokida to'ylar muborak? Klassika. Davayt osmondagi bolalar. Hop. Unda osmondagi bolalar yokida ajoyib xayolparast? Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar yokida chinor ostidagi duel? Men nimaga osmondagi bolalarni tanlayapman? Именно bizni ko'rgan vaqtdagi bizning yoshimiz примерно teng bo'lgan, o'shani ularni muammolari, hayoti bizga ancha yaqin bo'lgani uchun bu yerda ham osmondagi bolalar. Hop. Unda osmondagi bolalar yokida o'tgan kunlar? Wow. O'tgan kunlar so'zsiz klassika, top, lekin shu boy yetgan sababim bo'yicha osmondagi bolalar o'zimga yaqinlar. Bo'l. Unda hozir yana bitta oxirgi ikkita kinoni aytaman. Mahallada duv gap yokida kelinlar qo'zg'aloni? Tak. Kelinlar qo'zg'aloni bo'lsin. Kelinlar qo'zg'aloni. Keyingi oxirgisi osmondagi bolalar yokida kelinlar qo'zg'aloni? Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar.